This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, muhtaram radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu hoş geldinler. Anlavatınızla 14 Mart Cuma paytaxt Washington'dan tarqıtılıvatqan 1 saatlik Uyg'urcha anlatışımız. Bugünkü program riyasatçılığı için Gülçehra xizmatda. Növətdə bugünkü programı orunlaştırışımızdan qısqacha ma'lumot berib o'tay. Anlatışımızı bugünkü dünya vaziyeti şundaqla Uyghur diyarıga dair yeni qısqa xabarlar anlatımız. Gündelik qısqa xabarlarımızdan keyin vaqa ham muloyiza, obzor anlatış ve söhbət programları boyunca öz muxbirlarimiz şundaqla dünyanın hər qaysı joylaridagi ixtiyari muxbirlarimizning tayyorlashida tafsili programlar anglaysizlar. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü 1 saatlik radyo anlatışımızı yaxtırıp anlaşılığını ümit qılımız. Yıqtınlar avval öz muxbirimiz Erkin'nin tayyorlashidagi gündelik qısqa xabarlar bo'lsin. Avrupa Parlamenti 13 mart qaror loyihasi ma'qullab, Taylandning 27 fevral 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishini qattiq tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin Taylandning savdo ministri buning Tayland Yevropa ittifoqi erkin savdo suhbatiga to'sqinlik qilmaydiganligi, erkin savdo kelishimining bu yil ichida imzolanishiga ishonchi borligini bildirgan. Tayland taratqularının xabar qilishicha, Tayland savdo ministri Pichai Nariptafan Uyghur meselesinin Tayland Yevropa ittifoqi orasidagi savdo suhbatiga to'sqinlik qilish mumkinchiligi haqidagi andishalarini rad qilib, ikki taraf erkin savdo kelishimining bu yil 25 dekabrgacha tamomlanishiga ishonchisi borligini aytgan. Halbuki Yevropa Parlamenti buning oldida yana 13 mart kuni mutlaq ko'p sonli ovozning qo'shilishi bilan ma'qullagan qaror loyihasida Taylandning 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarganligini tanqidlab qolmay, Yevropa komissiyasining Tayland bilan bo'lgan erkin savdo kelishimi suhbatidan foydalanib, uning podshohga haqorat qilish qonunini isloh qilishi, siyosiy mahbuslarni qo'yib berishi va Taylandda qolib qolgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishni to'xtatish uchun besim qilishni chaqirgan. Yevropa Parlamenti qaror loyihasida yana Tayland hukumati Xitoy qaytargan Uyg'urlarning xohlagancha tutqun qilinish, tan jazosi va ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga duch kelish xavfida qolganligini alohida ta'kidlagan. Lekin Tayland Millat gazetining xabar qilishicha, Tayland savdo ministri Pichai Nariptafan 14 mart muxbirlarga Uyg'ur masalasining erkin savdo suhbatiga ta'sir qilmaydiganligi, o'zining Yevropa komissiyasining savdo, iqtisodiy bexatarlik va xalqaro munosabatlar komissari Maru Sefcovic bilan unumli muzokaralarda bo'lganligini aytgan. O'xshash vaqtda yana Tayland xalqaro savdo suhbati idorasining bosh direktori Chotima Isuvastikol Yevropa Parlamentining qaror loyihasi haqida Yevropa ittifoqidagi haqam soyilari bilan muzokaralash fursati kutadiganligini bildirib, hozirga qadar suhbatda biror masala tug'ilganligi yoki kechikish bo'ladiganligining beshoratini ko'rmadik degan. Uning qarashicha, Yevropa Parlamentining qaror loyihasi siyosiy va bexatarlikka munosabatli bo'lib, iqtisodiy masala emas ekan. Taylandning muavin tashqi ishlar ministri, qo'shimcha davlat mudofaa ministri Puntam Vachayachay 13 mart muxbirlarga Tayland amaldorlarining 18 mart kuni Uyg'ur eliga berib, 27 fevral Xitoyga qaytarilgan 40 nafar Uyg'urning ahvolini tekshirganligini bildirgan. Tayland hukumati ilgari 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishning orqasidan Tayland Adliya ministri, tashqi ishlar ministri va davlat mudofaa ministrining 3-oy ichida Uyg'ur eliga berib, Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning qanday turganligini ko'rib keladiganligini e'lon qilgan edi.
Ayni vaqtda g'arb hukumatlarini taskin topqizishni maqsad qilgan deb qaralgan Tailand hukumat amaldorlarining bu ziyorat plani kishilik huquq mutaxassislarining ayblashiga uchirgan. Ular bu 40 nafar Uyg'urning o'zlarini Xitoyga qaytarib bergan Tailand amaldorlarining ziyorat qilishiga ehtiyojli emasligi, balki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustaqil tekshiruvchilarining tekshirishiga ehtiyojli ekanligini bildirgan edi. Tayland taratqullarining xabar qilishicha, navbatda Tayland hukumati Uyg'ur eliga boradigan o'makka faqat hukumat kontrolligidagi yoki hukumatparast taratqularni tanlash bilan ayblanmoqda ekan. Tayland Millat gazeti 13 mart e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarda Tayland Xalqlar partiyasi parlament a'zosi Rangsiman Romining hukumatni Uyg'ur elida ziyoratda bo'lishga faqat hukumatparast taratqularni taklif qilish bilan ayblanganligini bildirgan. Lekin Puntam Vachayachay o'jatdagi ayblashlarni rad qilib, ular tanlagan o'makning harbiy aeroplanida bordiganligi va aeroplanda faqatla 20 kishilik o'rin borligini ilgari surgan. Uning ko'rsatishicha, o'mak tarkibida Uyg'ur eliga bordigan muxbirlarni hukumat bayonotchilar guruhi va davlat mudofaa bayonotchisi tanlagan ekan. Növətdə ularning Uyg'ur elidagi tekshirishda Uyg'ur tutqunlar bilan qanday shaklda va sharoitda uchrashadiganligi aniq emas. Puntam Vachayachay muxbirlarga tanqidchilarning bir taraflamalik tanqid qilishidan burun tekshirish dokladini kutishini ta'kidlagan bo'lsa-mu, ammo tanqidchilar bu ziyorat faqat Tailandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishi, shundaqla Xitoy hukumatining Xinjiang siyosatini oqlashga xizmat qiladiganligini qayd qilmoqda. Millat gazetining bildirishicha, parlament a'zosi Rangsiman Romi o'mak tarkibidagi muxbirlarning mustaqil xabar berish erkinligi borligiga savol qo'ygan. Tailandning 27 mart kuni 11 yildan ko'proq vaqtdan beri Tailandda tutib turilgan 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari, Musofirlar oliy komissari, Amerika, Yevropa ittifoqi va nurg'un g'arb hukumatlarining tanqidiga uchirgan. Shundaqla Tailandni xalqaro qonunga xiloflik qildi deb ayblagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio 14 mart Tailandni o'z ichiga olgan Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarishdan mas'uliyati bor chet el hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'yilganligini e'lon qilgan. Bayonotdan viza embargosining yaqinda 40 Uyg'urni Xitoyga qaytargan Tailand bilan cheklanmaydiganligi, uning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda javobgarligi bo'lgan hozir vazifadagi yoki burun vazifa degan sobiq chet el hukumat amaldorlariga qartilganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu Amerika hukumatining tunji qitim Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda javobgarligi bo'lgan chet el hukumat amaldorlarini javobgarlikka tortib, ularga viza embargosi qo'yishidir. Marko Rubioning 14 mart e'lon qilgan yozma bayonotida mundaq deyilgan: Bugun men yangi viza cheklamasi siyosati e'lon qilaman. Bu cheklama Uyg'urlarni yoki Xitoydan qo'g'dashga ehtiyojli bo'lgan boshqa osonliq millatlarni majburiy qaytarishda javobgarligi bo'lgan va yoki til biriktirgan hozir vazifadagi ham burun vazifa o'tagan sobiq chet el hukumat amaldorlariga yurgiziladi. Biz Xitoyning hukumatlariga besim ishlatib, Uyg'urlarni yoki boshqa millatlarni Xitoyga qaytarib ketish urinishlariga qarshi qat'iy kurash qilamiz. Bu kishilar Xitoyda tan jazosi va majburiy g'oyib qilib etishga uchirmoqda. Marko Rubio ilgari Tailand hukumatining 27 fevral 11 yildan ortiq vaqtdan beri Tailandda tutib turilgan 40 Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarishining orqasidan yozim bayonot e'lon qilib, Tailand hukumatining harakatini mumkin bo'lgan eng qattiq iboralar bilan ayblaydiganligini bildirgan. Rubio shu qitimliq bayonotda biz Tailandning uzun muddatli ittifoqdoshimiz bo'lish sifatida bu harakatidan qattiq cho'chidik degan. Ayni vaqtda Tailand davlat mudofaa ministri Vachayachay 40 Uyg'urning 27 fevral Xitoyga qaytarilish qarorini Tailand tashqi ishlar ministri, adliya ministri va o'zining birlikda chiqarganligini bildirgan edi. Marko Rubio bayonotida embargo qarorining darhol ijro qilinadiganligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Men 27 fevral 40 Uyg'urning Tailanddan majburiy qaytarilishida javobgarligi bo'lgan yoki uningga sherik bo'lgan hozir vazifadagi yoki burunqi sobiq Tailand hukumat amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish orqali bu siyosatni darhol ijro qilaman. Bayonot yana biz Xitoyning uzundan beri Uyg'urlar qarshi sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlari sababli dunyodagi har qaysi hukumatlarni
Uyg'ur va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz deyilgan. Tayvan prezidenti Lai Ching-de 13 mart Tayvan Davlat Xavfsizlik Komiteti yig'ini chaqirib, yig'indan keyin Xitoyni chegara sirtidagi dushman kuch deb e'lon qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Tayvanga singib kirishiga qarshi harbiy sotni asliga keltirganligini jakarlagan. Bu Tayvanning tunji qitim Xitoyni chegara sirtidagi dushman kuch deb e'lon qilishi deb qaralmoqda. Prezident Lai Ching-dening 13 mart Xitoyni chegara sirtidagi dushman kuch deb jakarlashi Xitoy Xalq Cumhuriyeti 14 mart faoliyat o'tkazib, Xitoyning bölgünchilikka qarshi turish qonunini ma'qullaganligining 20 yilligini tabriklashining arqasida, shuningdek Xitoyning Beijingda o'tkazilgan ikki yig'ini, ya'ni mamlakatlik xalq qurultiyi bilan mamlakatlik siyosiy kengash yig'ini yepilishining arqasidan e'lon qilingan ikki yig'in mezgilida Beijing hukumati Tayvanga bo'lgan besimni qattiq kuchaytgan. Navbatda Beijingning alayda yasalgan paraxotlar bilan Janubiy dengizda quruqlikqa chiqish manevri elib berayotganligi, bu manevrning Tayvanni nishon qilgan bo'lishi mumkinligi qayd qilinmoqda. Lai Ching-de 13 mart o'tkazgan axborot yig'inida Xitoyning Tayvanga qaratgan xavfsizlik va birlik sap tahdidiga taqobil turishning 17 turlik strategiyasini o'ttirib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, bu 17 xil strategiya Tayvan Davlat Xavfsizlik Komiteti, Davlat Mudofaa Ministerligi va ma'muriyat Xitoyning Tayvanni besib olishiga qarshi turishda butun Tayvanning bir niyat, bir maqsaddagi qat'iy irodasini ifodalashni ilgari surish, do'st davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, Xitoyning Tayvanni besib olish qora niyatini to'sish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Tayvan Davlat Xavfsizlik Komitetining bildirishicha, yaqinqi yillardan beri Xitoyning Tayvandagi josuslik va ag'durmachilik faoliyatlari jiddiy ko'paygan. Lai Ching-de axborot yig'inida yana Beijingning Xitoy pasportini keng tarqitib, tayvanliklarni Xitoyning o'ltiraqlashish guvohnomasi, kimlik kinishkasiga iltimos qilishga qiziqtirayotganligi, Tayvanliklarga birlik sap xizmati ishlayotganligi, Tayvanni ikki jihatdan parchalamoqchi bo'layotganligi, shundaqla Tayvanliklarning do'st dushman qarshini va Tayvan hukumatining kuchini ojizlatib, Tayvanni Xitoy boshqarmoqda degan xato tuyg'u paydo qilmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Xitoy doiralari yaqin Uyg'ur elidagi 171 kontorining ichish huquqini setishga chiqarmoqchi bo'lgan. Xitoy hukumat tarqatqullarining xabarlarida bu Uyg'ur elining buningdan keyingi ishlab chiqarishda cho'ng tiplik sanoat qurilish turlariga markazlashadiganligi, buningdan mis, temir, oltin, litiy qatorliq qimmatli metall va mineral moddalarning ishlab chiqarilishiga ahamiyat berilganligi. Shuning bilan bir vaqtda yana ko'mir, neft, tabiiy gaz qatorliq energiya ishlab chiqarishining yana nuqtaliq turlar qatoridan o'rin oladiganligi qayd qilinmoqda. Xalq to'rining 12 mart xabar qilishicha, rayondagi 171 kontorining ichish huquqi 18 mart kuni Oqsuda setishga chiqarildi ekan. Navbatda Xitoyning markaziga tava korxonalari, davlat egiligidagi shirkatlar, xusus korxonalar, pul muomala organlaridan 180 dak o'rin Oqsudagi savdogar chaqirish yig'iniga qatnashishga tizimlatgan. Xalq to'rining xabarida setishga chiqariladigan 171 kontorining 38 ming kvadrat kilometrlik zaminni qoplaydiganligi bildirilmoqda. Kishilik huquq tashkilotlarining qayd qilishicha, Xitoy hukumati 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunda 1 milliondan ortiq Uyg'urning lager turmalariga qamash bilan bir vaqtda Uyg'ur elini ichishni tezlatgan. Uyg'urlarning yakka dehqonchilik maydonlarini Xitoyning ko'lamlashgan cho'ng tiplik dehqonchilik fermalariga qo'shib berib qolmay, tabiiy boylik konlarining ichish huquqini keng ko'lamda cho'ng shirkatlarga o'tkazib berib, 100 minglab Uyg'urni bu o'rinlarning majburiy emgak kuchlariga aylantirgan. Ma'lum bo'lishicha, 18 mart kuni o'tkaziladigan savdogar chaqirishda Qo'baqsar, Oriturk, Charchan, Chaqiliq, Oqsu, Qumulning Everg'ul rayoni, Niya, Aqtu qatorliq noyalardagi ko'mir, temir, litiy, antimoniy konlarining ichish huquqi setishga chiqariladi ekan. Xabarlarda Xitoy doiralarining 2024 yili G'ulji, Xotan va Xitoyning Tianjin shaharlarida o'tkazilgan savdogar chaqirishda butkul rayon miqyosidagi 558 konning ichish huquqi setilganligi. Buningdan 29 milliard yuan tapovat qilinib, mayli kon ichish huquqini setish jihati bo'lsin yoki tapovat qilish jihati bo'lsin, tarixiy rekord yaratilganligi qayd qilinmoqda. Hörmətli radio anlıqçılar, Erkin Asiya radiosunu anlamaktasılar.
Növətki minutlarda bugünkü anlatışımızın vaqe hem mulayizə səhifəsini başlayımız. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Gülçehra. Səhifəmizdə öz muxbirlərimiz və dünyanın hər qaysı yerlərdə turuşluq ixtiyari muxbirlərimiz, təkliflik obzorçularımızın tayarlışında təfsili məlumatlar və yeni temalardakı obzor proqramlar diqqətinizdə olsun. Tayland hökumətinin 40 nəfər Uyğur tutqununu Xitayğa qaytarıb berişidən keyin bunun aldı keyindəki siyasi oyunlar, shuningdek Tayland hökuməti bilan tashqi dunyo o'rtasidagi sürkilishlar hər sohaning diqqətida bo'lishga başladı. Analizchilar bo'lsa Uyg'urlarni Xitayğa qaytarıb berishning mohiyatda Tayland uchun xatarga tavakkul qilish bo'ladiganligini ilgari surmoqda. Tuanda muxbirimiz Azizning vaqtdagi tafsili ma'lumotlari diqqətinizdə bo'lsin. Tayland hökumətinin 11 yıllık tutqununu başdan keçirген 40 nəfər Uyğurunu içki çuqallar və taşqı çaqırıqlar, cümlədən BDT qatarlıq orunlarının tələblərini bir yaqqa qayırıb qoyğan halda Xitay hökumətiga qaytarıb berişi ötən bir neçə həftədə xalqarada ən zor münazirə qozğan temalardan biri oldu. Şu qatarda Tayland hökumətinin özü bilan uzun yıllık ittifaqdaş olub kelayotgan Amerika hökumətinin bu tələbini nəzərə almasdan bu Uyğurlarni ötküzüb berişi torlardakı bəzi inkaslarda bu hal aşkara halda Amerika hökumətiga şiltin atqanlıq. Tayland aman bunun bedelini töyleydi deyilgelki ma'lum. Bangkok pochtasi gazetining 10 mart sonida Setidan konsul imzasida e'lon qilingan obzorda bu qatam Uyg'ur tutqunlarini Xitoy hukumatiga o'tkazib berishning bir qatamliq strategiyalik xatolik bo'lganligiga doir masalalar muhokama qilindi. Abdorning qarashicha, Tayland hukumatining 40 nafar Uyg'urni Xitoy hukumatiga o'tkazib berishi oldi bilan Taylandning jug'rafiyalik strategiya sohasidagi tangpung holatini saqlashiga bakmi ziyonliq. Bo'libmi Amerika va Xitoydan iborat ikki cho'ng dunyoviy kuch orasida turayotgan Tayland uchun o'zi qamoqqa olgan Uyg'ur tutqunlari masalasida mustaqil davlat sifatida bir qaror chiqarolmaslik. Yana kelib zulmdan qochib chiqqan Uyg'urlarni xalqaro qonunlar va o'z qonunlariga xilof holda zulm makoniga qaytarib o'tish Taylandning xalqarodagi obraziga og'ir dog' tushirdi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Taylanddagi Chulalongkorn universitetining dotsenti Panitan Wattanayogoron Tayland hukumatining ko'zini paqirtib turib, dunyoni aldashga urinishda qilmishining buningda muhim salmoqni egallaganligini alayda eskartdi. If done correctly, openly, transparently, I think the condemnation, Agar bu ishni to'g'ri va ochiq-oshkor yo'sinda qilgan bo'lsak, xalqarodagi ayblashlar, namoyishlar va endishlarni eng tuvan chekka tushirishga tamoman bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, hammadinmi bek kishini abslandirdigini Tayland hukumatining xeyli keyingi vaqtlargacha izchil holda bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlaydigan biror davlatni topolmaganligi haqida vazxonlik qilishi bo'ldi. Ular hech qanday bir davlat bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlamadi. Shunga ularni Xitoyga qaytarib o'tishdan boshqa choramiz qolmadi deb turib oldi. Bu xil yolg'onchilik amaliyotda bek yomon bir vaziyatni shakllantirib qo'ydi. Bo'libmi Tayland bilan G'arb dunyosining, yana kelib kishilik huquqni muhim masala deb qaraydigan davlatlarning munosabati ana shunda qatmonliqqa giribdor bo'ldi. Agar ular hamkorlashib ish ko'rgan bo'lsa, ularni Xitoyga o'tkazib berishdan burunla bu masalani muvofiq shaklda hal qilish mumkin edi. Working together more appropriately before any deportation is conducted. Darvaqa Uyg'ur tutqunlarini Xitoy hukumatiga qaytarishdan xeyli burunla chet el hukumatlari, tashkilotlar va har qatlam kishilarning bu vaqtdagi savollariga Tayland hukumati izchil biz bu Uyg'urlarni hargizmo Xitoy hukumatiga qaytarib bermaymiz degan shaklda javob bergan. Hatto Xitoy JX ministrligining yordamchi ministri Bangkok shahrida paydo bo'lgandimi, uning faqat Birma va Taylanddagi tor aldamchiligiga qarshi turish xizmati sababidan Bangkok shahriga kelganligini eskartgan. Uyg'ur tutqunlarini derizalari qora adiyallar bilan qoplab o'tilgan avtobuslarga besib, Donmong aerodromidagi Xitoy aeroplaniga o'tkazayotganda bu ishning shapsini sezib qolganlar chiqargan uchurlarni butunlay saxta uchur deb inkor qilgan. Mustaqil siyosiy analizchi Ilshod Hasanmi bu masalada oshnoga o'xshab ketadigan qarashda. Uning qarashicha, Tayland hukumatining Uyg'ur tutqunlarini bir yoqli qilish masalasidagi bu xil saxtapazlik mavqesi tabiiy holda uning xalqarodagi obraziga og'ir dog' tushirdi. Birinchidan Tayland o'zining obrazini yo'qotdi. 40 Uyg'urlar emas, onun aldida 109'una qaytirdi. Bu da ketim 40'ni qaytirdi. Yana qolgan 8 vaqt ham ularni qaytirmiz deganda gapni qilyapti. Endi iqtisodiy jihatda meningcha Amerika G'arb dunyosi ma'lum darajada bunga ahamiyat berdi.
ahamiyat berdi deganimiz bu yerga mablag' selishda, yordam qilishda hamma jihatda Tailandga ma'lum darajada iqtisodiy jihatdan bir jazo degandek ham ochiq jazo demasimi ma'lum shakldagi bir xil jazoga uchraydi. Yana bir jihatdan tashqi ishlar ministrligi va tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendim qattiq Tailandni ayblab bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima dedi? Buni oqibati bo'ladi deb. Demak, Amerika hukumatimi siyosiy jihatdami Tailandga bo'lgan do'stlik munosabatda, ittifoqdoshlik munosabatida bir daz ketdi desak bo'ladi. Bu dazni hamda ketgan dazni unda oson bir yamab o'rniga keltirgirish unda oson bo'lmaydi. BDT Kishilik huquq oliy kengashining bayonotchisi Liz Russell Uyg'ur tutqunlar Xitoy hukumatiga qaytarib berilgandan keyin Oliy komissar Volker Turk 40 nafar Uyg'ur tutqunni Xitoy hukumatiga o'tkazib berishning xalqaro qonunlariga va o'lchamlarga og'ir darajada xiloflik qilish bo'ladiganligini ta'kidladi. Biz ko'p qatimlab Tailand hukumatidan xalqaro qonunlarga asosan ularni qo'llashni talab qildik. Ammo ularning yanada bu Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga o'tkazib berganligi odamni bekmek içindirdi dedi. The UN Human Rights Chief Volker Turk says the deportation of 40 ethnic Uyghurs to China is a clear violation of international human rights. Bu qadimki o'tkazib berish voqeasidan keyin Tailand bilan Xitoy o'rtasida qandaq rozilik savdosining bo'lganligi noma'lum bo'lsa-mu, analizchilar birdek buning Xitoydan keladigan g'oyat zo'r iqtisodiy manfaatni harakatlantirgach kuch qilganligini olg'a surdi. Torlardagi inkaslarda bo'lsa, ba'zilar Tailand bosh ministri Patongtarning Shinawataraning ajdodlari Xitoydan kelgan ko'chmanlar ekanligini ta'kidlab, bosh ministrning Uyg'ur o'chmanligi bu ishga sabab bo'lgan deb yozgan. Ammo Ilshad Hasanning qarashicha, bu masalada bosh ministrning kim bo'lishidan qat'iy nazar Tailand hukumatining necha 10 milliardlagan Amerika dollariga chetishliq bu masalada Uyg'urlarning manfaatini emas, aksincha Tailandning tubki manfaatini ko'zlagan asosda mushundaq bir qaror chiqarishi muqarrar hodisa hisoblanadi. 2014'te qaytargan 109 Uyg'ur vaqtida bu ayol emasdi, boshqa birisi. Ammo lekin bu yerda Amerika, Xitoy Tailandda ikkilisi ta'sirini kuchaytirayotgan bir davlat. Amerika hamda tarixdan Tailand bilan alohida bir ittifoqdoshligi bor. Demak, bu yerda Amerikaningki mavjudlik bir do'st ittifoqdoshligi bor. Hamda bu yerga bir necha yildan buyon Xitoy singib kiryapti. Xitoy Amerikaningki ittifoqdoshligini o'z tarafiga tortyapti. Bo'libmi iqtisodiy jihatda. Shuningga bu yerdagi mayli bosh vazir kim bo'lishidan qat'iy nazar, Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlar hozir ikki tarafda qaysi tarafga turish, tangqonlikni saqlash mushunda bir siyosiy o'yin o'ynayapti. Bu siyosiy o'yinlarning qurboni bizga o'xshash ojiz millatlar bo'lamiz. Chunki siyosiy o'yinda biz görüge yığılmagan, görüge hesaplanımız hamda. Hamda onundan qanday foydalanish, kimga berish, kimga bermaslik, qo'yib etishmi, Xitoy qaytarib berishmi, bu shiyadagi davlatlarning siyosonlari, bosh vazirlari va shu davlatning eng yuqori hamda hokimiyatningki kaynida turgan podshoh va shiyadagi iqtisodiy manfaat bular belgilaydi deb qarayman. Dotsent Panitan Otanayagorun bu işte hammadan bek g'am yegan masala Tailand xalqining dal mushundaq salbiy oqibat tufaylidan yemagan mantiqa pul to'lab qilishi hisoblanadi. Chunki hukumatning mushundaq bir qarori tufaylidan oldingi qatim 109 nafar Uyg'ur Xitoy hukumatiga o'tkazib berilgandan keyin 2015-yil 17-avgustda Bangkok shahridagi Yerevan butxonasida bomba portlatilgan. Natijada 20 odam o'lish, 100 necha kishi o'xshamagan darajada yaralanish voqeasi kelib chiqqan. Tailand saqchilari bo'lsa Bilal Muhammad va Mir Ali Yusuf ismli ikki Uyg'ur musofirni mushqatimliq bomba voqeasining javobgari sifatida qo'lga olgan edi. Bu qatimqi Uyg'urlarni o'tkazib berish voqeasidan keyin nurg'un kishi oldingi qatimqidek o'chilish voqealarining qayta yuz berib kelishidan ansirashga o'tgan. Bu xil qo'rqinish tuyg'usimi navbatda Tailand hukumati uchun bir yangi bosh og'riqi bo'lib qolgan. Yana kelib Bangkok shahridagi Amerika, Xitoy va Yaponiya elchixonalarini o'z ichiga olgan ko'plagan elchixonalar o'z fuqarolarining Tailand sayohati haqida o'xshamagan ogohlantirish uqtirishi chiqargan. Tailandga o'xshash sayohatchilik muhim milliy daromad manbasi bo'lgan mamlakat uchun bu hol shubhasiz yaxshilikdan darak bermaydi. Dotsent Panitan Vatanayagurun shu sababdan bu qatimqi voqeaning o'sha tariqida bakla siyosatlashib ketishini xayrlikning bisharati emas deydi. I think we need to depoliticize the issues like this. Actually, they should work together. Menimcha, biz bu xildagi masalalarning siyosiylashib ketishidan saqlanishimiz kerak edi. Demisimi, bu masalani aslida obdan dangsab, ko'chmanlar qonunining tubki mazmunlariga qarab bir yoqlik qilishga bo'ladi. Yana kelib biz bu masalada xalqaro faoliyatlar
kelishimlar va kishilik huquq andishlarini hisobga olgan bo'lsak, bu ish u darajada siyosiylashib ketmaydi. Yana kelib, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Tailand xalqi bu ishning o'zlari uchun bir zo'r ruhiy yuk bo'lib qolishini zinhor xohlamaydi. Texim muhimi, Tailand xalqi yaxshiroq turmush va bola-chaqalarga xotirjamlik hayotlik izlab panoh tortib kelganlar uchun Tailandning ularni baloga tiqadigan bir mamlakatga aylanib qolishini xohlamaydi. Seek safety for the loved ones, for themselves. Uyg'ur tutqunlarning Xitoyga o'tkazib berilmaydiganligi haqidagi dabdabalik va'dalarning bir qatamliq aldamchilik bo'lganligi oshkor bo'lgandan keyin Tailand hukumatı xalqarodagi kuchli tanqidlar va besimlarga qarata tezdan yangi o'yin o'ynab, biz Xitoy hukumatı bilan so'zlashdik. Ular bu Uyg'urlarning urug' tuqqanlari bilan jam bo'lgandan keyin xotirjam yashashiga kepillik qiladigan bo'ldi deyishga o'tganligi ma'lum. Yana bir yoqdan Tailand ko'chmanlar idorasining mas'ullari aloyitan Qashqarga berib, qaytarib kelingan Uyg'urlarning uylarida mehmon bo'lgan hamda ulardan hol so'ragan. Bu vaqtga suratli xabarlari bo'lsa, torlarda keng tarqatilgan. Tailandning bosh ministri Pattongtarn Shinawatra bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, "Men bu qatimki o'tkazib berish jarayonida kutilmagan hodisalarning yuz berishini yoki Uyg'urlarning haqlarining dafsana bo'lishini xohlamayman. Bu xizmatning o'ngishliq va tinch shaklda oyoqlanishi bakmi muhim. Qo'shnimiz bo'lgan davlatning bergan va'dasini butun dunyo ko'rdi. Shunga Xitoy hukumatı bu kishilarning holidan yaxshi xabar oldi deb ishonaman" degan. Shundaqla bu orqali Uyg'ur tutqunlarining taqdiridan andisha qilayotgan kishilarni xotirjam bo'lishga undigan. ไม่เคารพสิทธิของเขาเช่นแบบทำรุนแรงหรืออะไรแบบนี้จี้ไปไม่มีไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะ Halbuki oradan necha hafta o'tgan bo'lsa-mu, bu 40 kishidan bir nechalar ekran yuzida ko'ringandan boshqa qolgan tutqunlarning taqdiri nima bo'lganligi hozirgacha noma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumatining bu vaqtdagi bayonotida ta'kidlangan qonun tartiblaridan o'tkazish haqidagi bayonlar bu Uyg'urlarning qirg'inchilik hali ham davom qilyotidi deb qaralayotgan Uyg'ur elidagi taqdirining bakmo cho'ng xatarga duch keladiganligidan bishorat bermoqda. Shu sababdan yolg'onchilikda uzun tarixga ega deb qaralgan Xitoy hukumatining va'dasiga vafo qilib bu Uyg'urlarning holidan yaxshi xabar oladiganligi. Bo'libmi texcha Tailand turmasiga qamoqda turayotgan 8 nafar Uyg'urning taqdiri yangi andishlarga sabab bo'lishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, Tailanddagi 8 nafar Uyg'ur tutqunning 5 nafari ketishga uringan degan ayblash tufaylidan qamoqqa hukm qilingan bo'lib, hozir turmada jazo o'tamoqda ekan. Qolgan 3 kishi bo'lsa texcha ko'chmanlar idorasining tutib turish o'rnida sotning jazo hukm qilishini saqlamoqda ekan. Tailanddagi advokatlardan Kanavi Sabsan bu vaqtda Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilganda, navoda qamoq muddati to'shsa, bu 5 Uyg'ur tutib turish o'rniga olib kelindi. Shu chaqda ularni Xitoy hukumatiga qaytarilishi mumkin degan. Uning bildirishicha, bu Uyg'urlarning qamoq muddati 2029-yilda to'shiydi ekan. Ammo Tailand podshohi yilda bir qatam zo'r kechirim e'lon qilgan bo'lg'achqa, bu Uyg'urlarning bu yilqi yoki kelar yilqi zo'r kechirimga to'g'rilanib turmadan chiqarilishi va Xitoyga qaytarilishi ehtimoliga to'liq yaqin ekan. Anlayotganlar Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa millatlarga yurgizib kelayotgan madaniyat va boshqa har jihatdagi yo'qotish siyosatining natijasida hozir Xitoy tilining Uyg'ur elidagi barliq millatlarning ijtimoiy turmushida, ularning xizmat, o'rganish va turmush aloqasida asosiy o'ringa o'tganligi ma'lum. Yaqinda ba'zi ijtimoiy taratquv suplarida tarqalgan qisqa sin filmlarida maktab ishidagi Uyg'ur bolalarning o'z ona tilida bir jumla, hatto bir so'zni ravon talaffuz qila olmas holga kelganligidek echinishli holati aks ettirilgan. Kuzatuvchilar erkiy qirg'inchilikda Uyg'ur farzandlarining ona tili, madaniyati va kimligidan mahrum qoldirilayotganligining og'ir oqibatlaridan andish qilmoqda ekan. Bu haqda Gulchehradan ma'lumot anglaysizlar. Yaqin kunlarda Xitoy ijtimoiy taratqularida ba'zi Uyg'ur ota-onalar o'zlarining maktab ishidagi bolalarining Uyg'ur ona tilida oddiy so'zlarni talaffuz qila olmay kekashlayotganligi, ota-onasining Uyg'urcha savollariga javob bera olmay g'angirab kelishlari ifodalangan videolar tarqalgan bo'lib, bular muajiratdagi Uyg'urlarning andishisini qo'zg'ayotganligi ma'lum. Mineral su deb yo'qmi? Mineral su. Rektor zavodi. Yırtmada. Sürmetme. Shundaq videolarning birida bir Uyg'ur onaning boshlang'ich hamda o'rta maktabda o'qiyotgan 3 farzandidan Xinjiang xalq radio stansiyasi degan 3 so'zdan tarkib topgan bir jumlani takrorlashni so'raganida ularning birining ona tilida ravon so'zlayolmaydiganligi mana deb oshkorlanadi. Xinjiang xalq radio stansiyasi. Xinjiang xalq radio stansiyasi.
Şinjan Halk Radyo Stansı Şinjan Halk Radyo Stansı Radyo merkezde Xitoy 2000-yillardan e'tiboran boshlagan atalmış qo'sh til ma'arifini umumlashtirish tashviqotlarida bu xil o'qitish andisisining Xitoy emas millat bolalarini o'z ona tiliga va Xitoy tiliga pishiq qo'sh tilli aqlli bolalardan qilib yetildirganligini tashviq qilib kelgan edi. Vaholanki lager shoiri Zumrat Davud qatorliqlarning chet ellardagi ijtimoiy taraqqilarda ham baharlagan Uyg'ur bolalarda Uyg'urchaga til emaslik ahvollari ifodalangan bu qisqa sin ko'rinishlari atalmış qo'sh til ma'arifi ilib kelayotgan yomon oqibatni oshkorlab bermoqda. Yozma apa bilime tapşırıqımda çartaş pulu kurum tapşırılırım taş pulu Lager şairi ve 30 yıllık o'qituvchi Qalbi Nur Sidiq xonim Uyg'ur avlodlaridagi ona tilining kamtik bo'lishidek echinishli holining yotoqliq maktablarga mahkum qilingan Uyg'ur bolalarda bilinishga boshlaganligini bayon qildi. 2017-yildan boshlab rasmiy lagerlar qurilib, nurg'unlagan o'quvchilarimizning ota-onalarini kamp lagerlarga begona tutib eketdi. Shu ota-onasidan ayrilib qolgan Uyg'ur farzandlarimiz atalmış yotoqliq maktablarga ona tilda so'zlashish yo'q bo'ldi desak, ya'ni ona tilining yo'qolish krizisi texim ig'irlashdi buning bilan. Shu Uyg'ur farzandlarimiz hattoki bir jumlanimi ravon so'zlayolmaydigan, shu holda bu bir echinishli ahvol, bu hammamizni bir uyg'otishga, hammamizni o'ylantirishga tegishli bir muhim masala deb o'ylayman. Shu kamplarga tasdiqlangandan tortiblam bu ishlar bo'layotgan. Yotoqliq maktablarda bu ahvol texim ig'ir. Ular 100% Xitoy tilida so'zlashish orqali Xitoy tilini o'rganish orqali o'zininki milliy kimligini butunlay yo'qotdi desak ham bo'ldi, ham yo'qoldi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot ishxonasi direktori Henry Chejevski bu xil qisqa sinlardagi Uyg'ur bolalarning ichinarli holiga bo'lgan andisini bayon qilib, mundaq dedi. Yeah, these are young Uyghur children who are in the middle. Bu Uyg'ur kichik bolalarning oldin Uyg'urlarning intayin bir qiyin bosqichda turayotganligini ko'rib olaymiz. Xitoy hukumatı Uyg'ur bolalarini Uyg'urlarga qarta elib berayotgan assimilyatsiya harakatida vosita qilib qo'llanmoqda. Albatta, buning eng nuqtali ifodalarining biri bolalarning ota-onasi va madaniyatidan ayirib etilishidir. Gerçi farqli bo'lsa-mu, men o'zimning kechmishni misol olg'im bor. Men bir polshalik oilaning farzandi. Kichik chig'imda ota-onam bilan Angliyaga ko'chib kelib, maktabga kirgandan keyin inglizcha mening birinchi tilimga aylandi. Gerçi ota-onamdan majburiy ayirib etilgan bo'lmasam-mu, o'z ona til va madaniyat muhitidan mahrum yashash, asli yurtim, asli madaniyatim va barliq ijtimoiy omillardan yiroqlashishimga sabab bo'lgan edi. So it cut me off from my culture, my family, my origin country and Tadqiqotchi Ariane M. Dwyer o'zining Xinjiang to'qinishi, Uyg'ur kimligi, til siyosati va siyosiy munozara nomli kitobida maxsus Xitoyning til siyosati va uning Uyg'urlarning kimligiga ko'rsatadigan ta'siri ustida mulohaza olib borgan. U Xitoy tilida ma'arif tarbiyasi olgan Uyg'ur o'quvchilarning yurish-turishining Xitoy o'quvchilarga o'xshab boradiganligi, bag'ansiri o'zining etnik kimligidan yiroqlashib, Xitoy jamiyatiga xos xarakter shakllantiradiganligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoyning Uyg'ur avlodlarini umumyuzlik majburiy holda Uyg'ur ona tili va madaniyatidan mahrum qoldirishining oqibatining ko'rilishga boshlaganligini ta'kidlagan doktor Henrik yana bundaq o'tirg'a qo'ydi. So-called bilingual language policy is to get children Uyg'ur bolalar ifodalangan bu oqibatlar bo'lsa, Xitoy hukumatining atalmış qo'sh tillik ma'rif nomida amaliyotda Uyg'ur bolalarini kichigidan Xitoy tilida tarbiyalashdek til siyosati davomida ko'rilib kelayotgan bir ish. Hozir bo'lsa buni texim tezlatgan bo'lib, uni maktabda o'rganishga majbur. Bu siyosat Uyg'ur bolalarini o'z oilasidan, madaniyati va tilidan ayiradi. Bu muhitda tadrijiy holda ular Xitoy madaniyatiga singdirildi. Buning bilan oxirida bu rayonni Xitoy madaniyatining kontrolida saqlab qolishni maqsad qiladi. Of course, over time to assimilate the Uyghur population into Han culture. Kuzatuvchilarning qarishicha, Xitoyning Uyg'ur avlodlarini til va ma'arif hamda madaniyat orqali assimilyatsiya qilishdagi eng ashaddiy siyosatlardan biri 2015-yildan boshlab 3 yillik bog'cha ma'arifini xitoychilashgan majburiyat ma'arif qilib bekitish bo'lgan edi. Uyg'ur bolalarga eng dastlabki ong tarbiyasi Xitoycha ilib berilishga boshlagan edi.
Uyghur Abdunum Rayonluq Ma'arif Nazoratining 2016 yılı dekabrda e'lon qilishicha, Uyghur elida qo'sh tillik yaslilarda o'qiyotgan o'quvchi sonining 2 milliondan oshganligi, qo'sh tillik yasli umumlashish nisbatining 90% ga yetganligi ma'lum bo'lgan edi. 2017 yılı 9 oyning 1-kunidan e'tiboran boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktablarning 1-yilidan boshlab barliq darslar davlat o'rtaq til yoziqi, ya'ni Xitoycha o'tilishga Uyg'ur adabiyot darsligi qo'shimcha o'tilishga boshlagan edi. Öz vaqtida Uyg'ur ziyolilari bu tadbirlar bilan Uyg'ur avlodlarining ona til ma'arifidan butunlay mahrum qilib, madaniyat assimilyatsiyasiga yuzlanganligini ogohlantirgan edi. Qalbi Nursida xonim Xitoyning Uyg'urlarni til va madaniyat jihatdan yo'qotish uchun ish qilgan siyosat tadbirlarining jarayoni va uning oqibatlariga mushahid bo'lganligini bayon qildi. 2004-yili 9-oydan boshlab rasmiy har qaysi milliy maktablar, men o'zim xizmat qilayotgan shu Urumchi shahar 24 boshlang'ich maktabda qo'sh til ma'rifiga kirib ketdik. Keyin 2010-yildan boshlab o'tilayotgan har qaysi davriy fan darsi butunlay Xitoy til darsi chiqdi. O'quvchilarga 100% Xitoy tilida so'zlash, biroz so'zni Uyg'urcha qat'iy demaslik. Shuningdan keyin o'quvchilarniki odatda dars vaqtida bo'lsin, tanaffus vaqtlarida bo'lsin, bir eg'izmi Uyg'urcha so'zlamaydigan. Agar Uyg'urcha so'zlab qolsak, sinfdan jazolaydigan ashunday ahvollar bo'ldi. Bular avj olgandan keyin Qalbi Nursida xonimning aytishicha, Uyg'urlar faqatla oiladan iborat qor muhitda o'zining milliy kimligini saqlab qolish va bolalarning ona tilini chiqarish bilan Xitoy assimilyatsiyasiga qarshi tirkashmoqda. Lagerlar bilan tang qurilgan va davom qilayotgan yotoqliq maktablar atalmish farishtalar bog'chalarida ota-ona va til, madaniyat muhitidan ayirib etilgan Uyg'ur o'smirlarga Xitoy tili va madaniyatining majburiy va jiddiy yo'sinda singdirilayotganligi Uyg'ur ota-onalarning jiddiy andisini qo'zg'agan va xalqaro kishilik huquq organlarining kuchli diqqatini tortgan masala. Hala bugungi kunga kelganda Uyg'ur farzandlarining ona tilida biror so'zni ravon talaffuz qilolmaydigan, o'zaro va ota-onalar bilan ona tilida so'zlashamaydigan bir ichinarliq holga kelib qolganligi Uyg'ur tilining yo'qotilishi haqidagi ilgirki bu andishalarning hiyos emas, balki ochiq reallikka aylanganligini ko'rsatmoqda. Uyg'ur Akademiyasi vaqtining sobiq raisi tilshunos doktor Mahbirat Kamal xonimning o'tirg'i qo'yishicha, til bir millatning mavjudligining asosli omili, madaniyatining ultishi. Shunlashqa Uyg'ur tili yo'qolganda Uyg'ur millati mavjud bo'lib tura olmaydi. Uning ta'kidlashicha, Uyg'ur tili va madaniyati hamda tarixidan yiroqlashtirilgandan keyingi Uyg'ur avlodlarining holidan Uyg'ur tili va milliy mavjudlikning cho'nqur krizisga ketayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Xitoyninki an'anaviy ko'z qarashi, Kongoninki ko'z qarashi bo'lishi mumkin. Bir millatni yo'q qilaman desam, uning tilini yo'q qilishing kerak deydigan bir nihoyatda zaharxanda ko'z qarashi bor. Shunga asosan bizningki xalqimizni yo'q qilish, vatanimizni tortib olishninki eng chong qabih usuli shu tilimizni yo'q qilishga urinish, shuni amalga oshirishga tirishib keldi Xitoy. Ana vatanimizda maydonga kelayotgan qirg'inchilik, mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, mayli madaniyat jihatdan bo'lsin, nihoyatda og'ir bosqichga bordi. Uyg'ur tili cheklandi. Uydimi odamlar Uyg'ur tilini so'zlashdan qo'rqadigan holatga keldi. 1000 yildan oshgan, hatto 1300 yilga yaqin uzluksiz uzilib qolmay davomlashtirgan bir adabiy tilga ega nəhayət mədəniyyətli bir millətinki tilini yo'q qilishga uringan bu shundaq planini amalga oshirish uchun nəhayət keng ko'lamlik harakat ibogan vaqtlar to'g'ri keldi. Bu bolalarimizningki hayoti biz inson ashrafi maxluq deb qo'ydik-ku, jonliqlarningki eng sharafli bo'lgani inson. Chunki uning tili bor, tili bilan shundaq sharafga ega bo'lgan tilni qo'g'dishimiz o'zimizning inson ekanligimizni unutib qolmasligimizda nəhayət muhim. Yaqinqi mezgillarda ba'zi Xitoylarning ijtimoiy taratquv supurlarida bir millatni tub yiltizdan yo'qotishning 3 xil oddiy usuli degan temada ba'zi sillarda tilni yo'qotish haqida mundaq deyilgan edi. Ularning bolalarını vayron qilish, ularning o'qishliq kitoblarga qo'l selish, ularning tarixini o'zgartish, madaniyatini kamsitish, qahramonlarini yo'qotib etish. Shu orqali ularning bolalarini kichikdan o'zining davlati va madaniyatidan yerganadigan, kamsitadigan qilib etish. Mana shunchalik oddiy. Xitoy doiralarining 2016 yildan beri Uyg'ur tili va ma'arifini yo'qotishda Uyg'ur tili o'qitishiga qo'l selish
qilishi, Uyg'ur adabiyoti darsligini butunlay yo'q qilib, Uyg'ur tili darslik kitoblarini cheklashi, uning tuzuvchilari Yolqin Ro'zi, Vahidjon Osman qatorliq Uyg'ur ma'rifchi va ziyolilarni qamoq jazolariga mahkum qilishi kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Uyg'urlar til, madaniyat va boshqa jihatlardan millat sifatida yo'qotilish girdobida turayotgan bir vaqtda chet ellardagi Uyg'urlar imkoniyatining yetishicha Uyg'ur tilini saqlab qolish yo'lida izlanmoqda va tirishchilik ko'rsatmoqda. Har qaysi davlatlardagi Uyg'ur muhojirlar tomonidan qurilib davom qilayotgan Uyg'ur ona til sinflari buning bir misoli. Janubiy Avstraliya jamiyatidagi Uyg'ur oilalarining farzandlariga echilgan ona til sinfining pidakor o'qituvchisi Avstraliya Tamirtog' Uyg'ur xonim-qizlar uyushmasining aktiv a'zosi Yulduz Tiyibjon mundaq dedi. Vatanimiz Sharqi Turkistonda Uyg'ur tilining ma'rifdan shakllanishi bu bir ichinishli fojia. Bulubmu 2010'dan keyin tug'ilgan bolalarning ahvoli nihoyat ichinishli. Oddiy bir necha yig'iz so'zni bemalol to'g'ri talaffuz qila olmaslik, deyolmaslik va xuddi bir yot bir millatninki yot bir tilni so'zlayotgandek bu xil ahvollar hammamizni bak ichindirdi, ham qayg'uga soldi deb o'ylayman. Ammo shunday bir ahvol ostida chet eldagi ota-onalar Uyg'ur tili maktab o'qituvchilari va shu Uyg'ur tilimizga ko'ngil bo'lguvchilarningki vazifasining qanchalik ig'ir va sharafli ekanligini ko'rib yetalaymiz. Bu balki mening emas barliq ona til o'qituvchilarining o'rtaq orzusi deb o'ylayman. Ammo shu mavjud Uyg'ur tili maktablarini ota-onalarning texmo qo'llashini, Uyg'ur tilida bolalar bilan amal va ko'proq fikrlashishini umid qilamiz. Xalqimiz Uyg'ur tilimizga ega chiqishga amalsiz, lekin bizda bu yerda bunday sharoitlar bor. Faqat til saqlam Uyg'ur tilimiz yo'qolmaydi, saqlanib qoladi. Shu orqali Uyg'ur kimligini saqlab mavjud bo'lib turadi. Uyg'ur ma'arifi, tili va madaniyatiga ustilab kelgan ofatlar, buning bilan Uyg'ur avlodlarida ifodalanayotgan yomon oqibatlar, Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi qadam bosqichli holda elib berayotgan siyosatlarining Uyg'urlarni millat sifatida butunlay yo'qotish siyosati ekanligini isbotlab bermoqda. Gulchehra tayyorladi. Amerika Birleşme Agentligining 10 martdagi xabarda Beijingdagi ichki yig'in, ya'ni mamlakatlik xalq vakillar qurultiyi bilan mamlakatlik siyosiy kengash vakillar qurultiyiga qatnashayotgan atalmish oz sonli millat vakillari xabar obyekti qilingan. Xabarda atalmish Xitoydan oz sonli millatlarning Xitoyda Junhua millati qalpig'i ostida bağancha assimilyatsiya bo'lib yo'qilayotganligi yoritilgan. Halbuki chet ellardagi Xitoy vaziyati analizchilarining qarashicha nomda milliy territoriyalik avtonomiya huquqiga ega deyilayotgan Uyg'ur, Tibet, Mo'g'ul qatorli xalqlar Xitoyda azaldan yerlik avtonomiya huquqi va milliy barobarlikka ega bo'lmagan bo'lib, hatto Uyg'urlar navbatda butkul millat gavdasi bo'yicha xitoylashtirish va irqiy qirg'inchilik siyosatining qurboni bo'lmoqda ekan. Muxbirimiz Mehribonning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatingizda bo'lsin. Xitoyning 4 martdan 9 martgacha Beijingda ochilgan xalq qurultiyi va siyosiy kengash yig'ini haqida Xitoyning hukumat taratqullari va Xitoyga mayil davlatlar Xitoy hukumatini maqtaydigan xabarlarni bermoqda. Ammo g'arb davlatlaridagi mustaqil taratqularda Xitoyning mazkur ikki yig'ini va yig'inda o'tirib qo'yilgan siyosatlar haqida farqli xabarlar berilmoqda. Amerika Birleşme Agentligining 10 martdagi xabarida Beijingdagi ikki yig'inga o'zlarining milliy kiyimlari bilan qatnashgan oz sonli millat vakillarining Xitoyda hamma millatlar barobar degan tashviqot ehtiyojidan yig'inga qatnashtirilgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoydagi oz sonli millatlarning assimilyatsiya siyosati ostida yashayotganligi yoritilgan. Xabarda yig'inga qatnashgan oz sonli millat vakillarining Xitoydagi oz sonli millatlarning haqiqiy ahvolini ko'rsatmaydiganligi ta'kidlanib, mundaq deyilgan. Xitoyda butun mamlakatdagi 56 millatning hammasi barobar deyiladi. Bu Xitoy Kommunist partiyasining hokimiyat yurgizish metodining biridir. Ammo qandaqli bo'lmasin, ko'p sonliqni tashkil qiladigan Xitoylar necha ming yil ilgirki siyosat va iqtisodiy qurilmasiga varislik qilgan. Bugungi kunda Xitoylar yanala davlat nufusining taxminan 92%ni egallaydi. Xabarda yana Xitoydagi ba'zi millatlarning, masalan, manjularning allaqachon assimilyatsiya bo'lib ketganligi tilga ilinib, manjular Sadichin sepilning ichiga kirib, Xitoyda 300 yil hukmron bo'lgan. Ammo ular Xitoylar hokimiyatini qo'lga olgan birinchi jumhuriyat mezgilida og'dirib tashlanib yo'qitildi deyilgan.
Amerikadagi Tungan analizchi Maju Apandi va Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, tarix fanlari doktori Erkin Akramning bildirishicha, Xitoy hukumatining atalmış milliy barobarlik siyosati Xitoy hokimiyatini mustahkamlashning siyosiy vositasiga aylangan. Xitoyda garchi barliq millatlar barobar, Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlar milliy territoriyalik avtonomiya huquqiga ega deyilsa-mu, amaliyotda bu xalqlar Xitoyda azaldan yerlik avtonomiya huquqi va milliy barobarlik huquqiga ega bo'lmagan. Maju Xitoyning yilda ichildigan ikki yig'ini va milliy barobarlik siyosati haqida mundaq dedi. 这种用开两会的方式来展现所谓自己的多样性、民族的多样性、文化的多样性的方式。 ikki yig'in nomidagi bundaq yig'inlarni echish orqali Xitoy Kompartiya hukumatining ko'p manbalik hukumat ekanligini, Xitoyda millatlarning ko'p xilligini, madaniyatning ko'p xil va rangarang ekanligini namoyon qilishga urinmoqda. Amaliyotda bu Xitoy Kompartiya hukumati qurilgandan boshlab yurgizib kelayotgan eng cho'ng aldamchilik siyosati. 像美联社、像自由世界的一些人士对民族问题的 Maju Apandi so'zini davom qilib, Amerika Birlashma Agentligida bundaq bir xabarning e'lon qilinishidan Xitoy hukumatining bu xil nayrangvozlik siyosatlarining uning tashviqotiga ishonganlarni oldiy olsa-mu, ammo g'arbdagi mustaqil taratqularni oldiy olmaydiganligini ko'rishga bo'ldiganligini eskartdi. Maju Apandi yig'inga milliy kiyimlarini kiyib qatnashgan atalmış az sonliq millat vakillarining orqasiga yoshiringan milliy bostirish siyosati haqida to'xtaldi. 站在这个地方去拍照，穿着所谓民族服装的，那么他们在自己的家乡却是被禁止穿着的。他们平日里想要穿成这样是不被容许的。比如说维吾尔人的头巾、diniy e'tiqod va boshqa cheklamalarga uzluksiz uchrab kelgan. Bo'libmi islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni markaz qilgan turkiy xalqlar, Tunganlar, Budda diniga e'tiqod qiladigan Tibetlarning diniy e'tiqodi, milliy urf-odatlari bostirish nishoni qilingan. 那么中国共产党民族统治的方式来自于苏联，同时呢，它呢又继承了中华帝国传统的民族的管理的方式。 Xitoy Kompartiya hukumati millatlarni idora qilish siyosatida sobiq Sovet ittifoqining millatlar siyosatidan o'rnak olgan. Shunaqla tarixdagi Xitoy sulolarining boshqa millatlarni chetga qiqish, qo'shib olish yoki yo'qotish an'anasigami varislik qilgan. Maju Apandi Xitoyda osonliq millat deb atalgan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliqlarning ahvolidan Xitoy bo'lmagan millatlarning ichinishli qismatlarini ko'rishga bo'ldiganligini bildirdi. U mundaq dedi. 当然，共产党所做的所为，我们看到在维吾尔人的种族灭绝事件上， Albatta, Xitoy Kompartiyasining qilmishlarini Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik vaziyatidan ko'rib turibdimiz. Undan boshqa, navbatda assimilyatsiya qilib yo'qotilayotgan Mo'ng'ullar, bostirilayotgan Tibetlar, diniy e'tiqodi yo'qotilayotgan Tunganlar va boshqa barliq osonliq millatlar duchor bo'lgan majburiy xitoylashtirish siyosatidan uni ko'rib olaymiz. Doktor Erkin Akram Apandining qarashicha, Xitoyda millatlar barobar xohishi mavjud emas. Xitoy hukmronlarining kengayimchilik siyosati tarixidan qaraganda, Xitoy mutafakkiri Kungzi davridala o'ziga o'xshamaydigan boshqa millatlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish targ'ib qilingan. Vaqtincha chet ellarga ko'z tutish uchun yoki boshqa bu Xitoyning da'vatgan sonliq millatlarni aldash uchun mushta ko'rinishda mushta kiyim-kechaklarni kiygizib xuddi bir cho'ng ishlarni qilayotgandek ko'rsatadi. Amaliyotda bu millatlarni hammani yo'qotib hammasini xitoylashtirishdir. Tarixdan beri shu Xitoyningki qilayotganlari hammasi shu assimilyatsiya. Bu Kongzining deganidek to'ng'uadir bu. Yani assimilyatsiyadir. Xitoyningki siyosiy engida, yani siyosiy madaniyatida o'ziga o'xshamaydigan millatlarningki yuragi o'xshamaydi deydigan bir ko'z qarash bor. Ya meningdek bo'lsa, ya da yo'q bo'lsa deydi. Qilib qolgan Mo'ng'ullarni assimilyatsiya qilyapti. Manchurlarni assimilyatsiya qilyapti. Onun uchun biz ismini yaxshi bilmaydigan Xitoyning janub tarafidagi nurg'un Xitoyning da'vatgan sonliq millatlarni xitoylashdi. Erkin Akram Apandi yana Xitoy hukumati hokimiyat tutgandan keyin e'lon qilgan atalmış milliy territoriyalik avtonomiya siyosati haqida to'xtaldi. Tang barobarlik bor deysimi, ammo avtonomiya qonuni deyli. Bu qonunni chiqarganlarmi shu Xitoylar? Aslida
Misalga Şərq Türkistan için desek, Şərq Türkistan'daki meclisi başta bunu çıkarış lazım bu kanunu. Onundaki merkez hükümeti veya merkez kurultaydan bunu kabul kılızış. Ama Şərq Türkistan meclisi de mi nurgunu hamısı Xitayımdı. Şununla bir yerde teng beraber veya bu siyasetten bahraman buluvatıdı diyen gapni deyiş biraz kıyın. Siyasi cetten deydiğen bolsak, şu Komünist Parti'nin ki yukarı seviyedeki bu katlamlarda Xitayning dağıtkan insanlık milletlerinin ki sanı yok diydik. Bulup mu şu devletini başkuruvatkan yukarı katlamda misalga Politbüro daima ezasının yetkisinin içinde hemisi Xitay'mı. Hazır mı şu Şərq Türkistan'da ilip ağan siyaset mi şunda? Mesela siyasi cette Xitay'la esası başkurdu hem de. Uyghur kadrlar bolsa mı ularını tayin kılıdı. Yani Uyghur halk sayılgan başlıklar emas. Şununla siyasi cette Xitay'nın gibi üstünlük var. Onun ta'kidlashicha Xitoy davlati qonun davlati bo'lmagani uchun uning o'z hukmronligini mustahkamlash uchun tuzib chiqilgan atalmish milliy avtonomiya va millatlar barobar siyosatlari faqat qog'oz yuzida mavjud bo'lib, amaliyotda hech qachon ijro qilinmaydi ekan. Har yili Beijingda xalq qurultiyi va siyosiy kengash yig'inlari ochilib tursa-mu, uningga qatnashadigan oz sonli millat amaldorlari va vakillari Xitoy hukumati tomonidan bekitilgani uchun ular hech qachon xalqning irodasiga vakillik qilmaydi ekan. Shunga Xitoy davlatida milliy barobarlikmi mavjud emas ekan. Siyasette, o kanunda, başkuruş cette resmi diyen çağda kanun devlet emez. Xitay'nınki kanun düşüncesi cezalandırış ama Xitay bomgan milletlerinin hakkını qoğdaydıgan ya kegen çağda yazık var ama icraat yok. Şununla bahraman bulamaydı dep görmen. Programını Mehriban tayarladı. Türkiye'nin İstanbul şehrideki bir sot mahkemesi yakında bir Uyghur musafiri üstüden sot içip bu Uyghur navada Xitayga qaytırılsa, onun ziyankeşlikka uçraydiganligiga dair yeterlik paket yo'qligi, onun Xitayga qaytırılsa tamamen bo'ladiganligini hukm qilgan. Bu Türkiye sotining Uyg'urlar haqida tunji qitim bundaq bir qaror chiqarishidir. Sotning bu qarorining boshqa Uyg'urlar uchun qonuniy ulgu bo'lib kelishidan andish qilinmoqda. Tövəndə bunun təfsilatını Türkiyədəki ixtiyar muxbirimiz Erkin Tarımdan anglaysizlar. Bu yıl 2. ayının 28. günü İstanbul'daki 16. Sot Mahkemesi Erkin Abduveli üstüdün sot hükümü çıkarıp Erkin Abduveli Xitayda zulüm bağlığını toluq paketler bilen ispatlap berelmegenligi üçün Xitayga qaytırılsa bolduğanlığını ilan kılgan. Bu Tayland'daki 40 Uyghur Xitayga qaytırılgandan keyin Türkiye sotunun Uygurlarını Xitayga qaytırışqa tunji qitim hüküm qilishi hesaplandı eken. Bu qitimqi sotqa Erkin Abduveli'nin advokati Abdullah Tikiç Efendi qatnaşqan bulup, sotda aldı bilen Erkin Abduveli'ni aqlap, Türkiye kanunu boyunca Erkin Abduveli'nin cinayeti yo'qligini, u Xitayga qaytırılsa jazalandığanlığı ve ailesinin parçalandığanlığını o'ttirg'a qo'yib, uning Xitayga qaytırılmasligini talab qilgan. Oxirida sotchi hukm chiqarib, Erkin Abduveli'nin Xitayga qaytırılsa, zulmga uchraydiganligi to'g'risida yeterlik paketlarni berolmaganligi, Xitayga qaytırılsa bo'ldiganligini e'lon qilgan. Igilishimizcha bu tunji qitim Türkiye sotining bir Uyg'ur to'g'risida Xitayga qaytirish hukmini berish ekan. Erkin Abduveli'nin advokati Abdullah Tikiç Efendi bu qararning icra qilinishini to'xtatish uchun 3. ayının 3. günü Türkiye Asası Kanun Sotaga arz sunganlığını bayan kıldı. O mundaq dedi. Başvurmuştum Anayasa Mahkemesi'ne ve tedbir kararı istedim. Geri göndermeyin diye. Men Asası Kanun Sotaga iltimas sunup, mezkurni Xitayga qaytırıp berish kararını bekar qilishini talab qildim. Erkin Abduveli'ga hazırcha özü turvatkan Safaköy rayonidan sırtqa chiqmasligini tapıladım. Hazırqı ahvalda eğer saqchi tutub alsa, udul ayrı durumga apırdı. Çünkü sotning bu to'g'riliq aniq qarori bor. Advokat Abdullah Tekiç Efendi uzun yıllardan buyan Uygurlarning advokatligini qilayotgan bo'lib, Uygurlar duchar bo'layotgan qiyinchiliklarni yaxshi biladi ekan. U Turkiyadagi ba'zi Uygurlarning
qiyinchilikları to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Uygur Türklerin genel olarak Türkiye'deki ikamet sıkıntıları var. Şimdi yakın zamanda Uygur Türklerinin insani ikamet izni talepleri red geliyor. Vatandaşlık talepleri red geliyor. Hazır Türkiye'deki Uygurlarning turish salohiyati, ya'ni iqomat elishda qiyinchiligi bor. Yaqindan buyon Uygurlarning insoniy iqomat elish uchun bergan iltimoslari rad qilinyotidi. Iqomat bermasa, vatandoshlikmi bermasa, bu Uygurlar nima qiladi? Vatandoshlik bermasa-mu, hech bo'lmasa uzun muddatlik turish ruxsati berish kerak. Bu haqda Turkiya hukumatı Uygurlarga yordam qo'lini uzatish kerak. Advokat Abdullah Tikiç Efendi, agar Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari Turkiyada jamoat fikri to'play olsa, Uygurlarni Xitoyga qaytarishning oldini olalaydiganligini bildirib mundaq dedi. Doğu Türkistanlı SPK'ların Türkiye'de yaşayan bütün Doğu Türkistanlıları çağırıp tek tek senin bir ikamet sorunun var mı? Herkesi kontrol ettirip herkes için ikamet atölyerini güncellemesi gerekiyor. Aldı bilen Türkiye'deki Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari barliq Uygurlardan turish salohiyati, ya'ni iqomatining bor yo'qligini aniqlab, Türkiye'deki Uygurlarning Türkiye'deki turish salohiyatini bekitish kerak. Ondan keyin hukumatga talab xati sunishi kerak. Türkiye hukumati bo'libmi Türk xalqi Uygurlarga ko'ngil bo'ladi. Shunga Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilotlari bu masalani keng ko'lamda tashviq qilib, jamoat fikri to'plasa, hukumatga Türkiye sotig'imi ta'sir ko'rsatkili bo'ladi. Biz sotning jarayoni to'g'risida texnik tafsiliy ma'lumot egillash uchun Erkin Abduveli bilan telefon suhbati olib bordik. U mundaq dedi. Türkiye'ye 2016 4. ayın 19'u geldim. Gelip Türkistan balto'dim. Yanından keyin 2016 11. ayında Kayseri'ye kettim. Aşağıda to'y qildim. Evet, Kayseri'de yaşadım. İstanbul'da yaşamakta soğanlık için. 2017 2018'de tutuq. 2019'da üstümde bir şikayet kıldı. Yine kapalı turmuga yapmadı. Yapağandan keyin sorgulgan bo'ldi. 39'ga yattım kapalı cezaevinde. Mahkemeden suçsuz diye baraat verdi. Onun bildirişçe o 2023 yılı 7. ayda İstanbul'daki qaytırış merkeziga elib ketilgan bo'lib, u yerda 45 gün yatqandan keyin sotqa berilgan. Bu sot 1,5 yıldan ko'proq davom qilgandan keyin Xitoyga qaytarilsa xavf borligini isbotlay olmaganligi uchun Xitoyga qaytarilsa bo'ladi deb hukm chiqarilgan. Erkin Abduveli Xitoyda zulm borligini butun dunyoning bildiganligini, 9 yıldan buyon vatandagi 5 balası ve ata-anasından xabar alolmaganligini, dunyoda buningdan cho'ng zulmning yo'qligini ta'kidladi. Erkin Abduveli bu yıl 45 yaşga kirganligini, o'zining 9 yıldan buyon Turkiyada turayotganligini, qonunga xilof ish qilmaganligini bayon qildi. Erkin Abduvelining advokati Abdullah Tikiç Efendi, Türkiye musafirlar to'g'risida ko'p sonda xalqaro kelishimga qo'l qo'ygan bo'lsa-mu, hukumatning buni ijro qilish majburiyati yo'qligini, shunga Uyg'urlarni hargiz qaytarib bermaydi, degili bo'lmaydiganligini, bu masalani tal-to'kis hal qilishda Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlariga zo'r vazifa tushadiganligini ilgari surdi. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarim tayyorladi.